يا كتاب الله يا مؤنسي وملاذيا يا دليلا فيه أدرك ما علي وما لي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'on saboqlaridan o'tilayotgan darslarimiz davom etadi. Bugungi darsimiz Fil surasi. Ushbu sura bilan tanishib chiqamiz. Inshaalloh Allohning yordami bilan ushbu surani o'qishlikni o'rganib chiqamiz. Demak, o'qishni boshlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Mana bizda birinchi oyat. Birinchi oyatda alam birinchi demak harfimiz hamza bo'ldi. A va undan keyin la. Lam harfi fathalik. Ala va mim sukun. Mimni bildiramiz sukunini. Alam. Alam. Mana bu hamzani a qilib aynga moyil qilib o'qimaymiz. Alam deb ayn qilinmaydi. Bu ayn emas, bu hamza bu. A la alam alam. Hop, keyin ta fathalik, undan keyin ro fathalik va kaf harfi ham fathalik. Alam taro kayfa. Alam taro kayfa. Hop, kafdan keyin mana sukunlik ya harfi bor. Sukunlik ya. Sukunini aniq bildirish kerak. Kayfa. Alam taro kayfa. Hop, keyin fa bu yerda yana fatha bo'ldi. Alam taro kayfa. Hop, keyin yana fa fathalik bo'ldi bu. Undan keyin ayn fathalik, lam harfi ham mana fathalik. Fa'ala. Fa'ala. Demak, 3 ta fatha bir joyda kelyapti. 3 ta fatha. 3 ta harfni ham ustida fatha bor. Bu fathalarni aniq bildirish kerak. Fa'ala. Fa'ala. Demak, har bir harfni o'zining haqqini berib, harakatlarini aniq bildiramiz. Alam tara kayfa fa'ala. Hop, keyin ro fathalik. Ro, keyin ba harfi zamma va tashdid belgisi bor. Robbuka. Robbuka. Hop, keyin kaf fathalik. Robbuka. 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 Buni bildiramiz demak. Alam tara kayfa fa'ala robbuka. Keyin ba kasra bo'ldi. Bi. Hop, undan keyin hamza fatha mana. Bi a. Hop, keyin sod harfi, sod mana sukunlik. Bi'as. Sukunni bildiramiz. Bi'as. Hop, keyin ha harfi mana fathalik. Bi'ashabi. Hop, hadan keyin bu yerda mana mad belgisi alif bu. Cho'zamiz buni. Bi'ashabi deb turib alifni madni tashlab ketsak xato, noto'g'ri bunday o'qish. Xato bo'ladi. Bi'ashabi deb ikki harakat cho'ziladi. Ko'p ham cho'zilmaydi. Deb 5 harakat cho'zilmaydi. Ikki harakat ozroq cho'ziladi. Bi'ashabi. Hop, keyin bu yerda kasralik ba bo'ldi va mana bu kasralik bani kasrasini mana to'g'ri mana sukunlik lamga uramiz. O'rtada alif o'qilmasdan tashlab ketiladi. Bi'ashabil fil deb demak bani kasrasini lamga urdik. O'rtadagi alif tashlab ketamiz. Keyin kasralik fa harfi. Undan keyin o'rtada mana ya bor, harakatsiz ya. Bu mad bu. Cho'zamiz. Bi'ashabil fil. Ikki harakat cho'ziladi. Va oxirida lam kasralik. Lamni sukun qilamiz. Chunki bizda oyat tugadi. Oyat tugaganda vaqf qilamiz. Vaqf qilganimizda demak sukun bo'ladi.
bi ashabil fil. Sukun bilan to'xtaymiz. Hop, bu oyatni yana bir boshdan o'qiyman. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Endi ikkinchi oyat. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Mana bu yerda yana alam. Mana bu yuqoridagi birinchi oyat bilan bundan oldingi oyat bilan alam. O'shani o'zi takrorlanib kelyapti. Alam. Hop, keyin ya harfi, ya mana bu ya bu fatha bo'ldi, ya deymiz. Undan keyin jim harfi sukun, mana bu sukunga e'tibor beramiz. Jim harfining sukuni bu. Yaji, yaji. Hop, jimda sukunlik bo'lgan paytida qalqala qilib talaffuz qilinadi. Yaji, yaji. Keyin bu yerda mana ayn fatha. Keyin lam sukun. Yaj'al, yaj'al, yaji, yaji. Demak, jimga yaxshi e'tibor beramiz. Sukun qilish, qalqalik qilish kerak. Sukunlik bo'lgan paytida jim harfini qalqala sifati bor. Qalqala qilib talaffuz qilinadi. Yaj'al. Hop, keyin kaf fatha bo'ldi. Undan keyin yo harfi sukunlik. Kayda, dal harfi fathalik. Kayda, kayda. Yoni ya harfini sukunni bildiramiz. Kafdan keyingi. Kayda. Hop, keyin ha harfi bu yerda mana zamma bo'ldi. Mim harfi esa sukun. Hum, hum, kaydahum, kaydahum. Alam yaj'al kaydahum. Hop, keyin fa, mana fa harfi kasra. Va fadan keyin ya harfi bor. Bu mad bu, harakatsiz ya. Bu mad cho'zamiz. Fi ikki harakat cho'ziladi. Fi deb ikki harakat cho'zamiz. Keyin fathalik ta. Keyin sukunlik dot harfi. Tadlil. Dot harfi sukunlik. Demak, dotni sukunini yaxshilab bildiramiz. Sukun qilib talaffuz qilamiz. Dot harfini mahrajini bilamiz. Til yuqori tishlarga, yuqoriga, tepa tishlarga ikki tarafiga yoyiladi va havo tilni usti qismidan keladi. Va tilni uchi mana bu yuqori tishni orqa qismiga tegadi. Ya'ni havoni yopadi. Ichkaridan kelgan havo mana shu tilni ustida qisilib, tilni oldinga sal itaradi. Mana shu tartibda chiqadi. Mana shunda, ya'ni tilni tepaga yoyamiz. Yuqori tishlarga yon tarafi bilan ikki yonini yoyib tegizamiz va tilni uchi ham yuqori kurak tishni orqa qismiga qo'yilib tiraladi, yopiladi. Havo ustidan yo'g'on bo'lib chiqadi va mana shu joyda havo qisiladi va havo qisilganida mana bu tovush hosil bo'ladi. Tab mana shu tartibda. Tadlil, fi tadlil. Mana shu tovush demak hosil bo'ladi dod harfida. Hop, keyin dod harfini sukunli doddan keyin bu yerda mana kasralik lam harfi, li deymiz. Tadli. Hop, keyin ya harfi mana harakatsiz ya. Bu mad bu. Madni bildiramiz. Cho'zamiz ikki harakat. Undan keyin mana tanvinlik kasralik lam. Buni sukun qilamiz. Chunki oyat tugadi. Oyat tugaganda vaqf bo'ladi. Vaqf bo'lganida demak harakatli harflar sukun bilan to'xtaladi. Sukun qilib talaffuz qilinadi. Fi tadlil. Endi bu oyatni yana o'qiymiz ro'shdan. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Endi 3-oyat. Va arsala alayhim tayran ababil. Hop, mana va fatha, undan keyin hamza va a hamzalik, fathalik hamza bo'ldi. Hamzamiz fathalik demak. Undan keyin ro harfi mana sukunni bildiramiz. Va ar. Ro harfi sukunlik bo'lganida va oldidagi harfi fathalik bo'lib sukunlik bo'lganda ro yo'g'onroq talaffuz qilinadi. Ya'ni
tafxim sifati bilan talaffuz qilinadi, yo'g'onroq. Agar kasra yoki oldi kasra bo'lib o'zi sukun bo'lganida ingichka tarqiq qilamiz. Yoki o'zi ham kasra harakat bilan bo'lganida demak ingichka talaffuz qiladi. Bu yerda lekin roni yo'g'onroq qilib va arsala yo'g'onroq talaffuz qilinadi. Keyin sin harfi demak mana fatha, undan keyin lam harfi ham fatha va arsala ikkita fathani aniq bildiramiz. Keyin hop ayn mana fathalik bo'ldi, lam harfi ham fathalik va ya harfi sukunlik. Alay. Hop, keyin ha harfi, mana bu ha harfi bu kasra bo'ldi. Mim esa sukun. Demak alayhim va arsala alayhim. Hop, keyin to harfi fatha mana to. Keyin ya harfi sukun, toy va mana bu ro harfi fathalik va tanvinlik. Toyron. Va keyin to harfidan keyingi mana bu alif bu o'qilmaydi. Ya'ni toyro deb cho'zmaymiz buni. Bu o'qilmaydi bu. Ya'ni har qanday harf o'sha fathalik bo'lib va tanvinlik bo'lganida undan keyin bitta alif orttiriladi. Mana buni biz Muallim soni kitobida batafsil aytganmiz. O'z o'rnida. Demak mana bu o'sha fathalik, tanvinlik bo'lganida harflar undan keyin bitta alif orttirib qo'yiladi, lekin bu talaffuzda o'qilmaydi. Biz tanvinda nunini aniq bildiramiz. Toyron. Hop, undan keyin mana hamza a. Toyron ababil a deb o'qiymiz. Ayn qilmaymiz. Ababil demaymiz. Ababil. Ba'zilarda shu xato bo'ladi. Bu unaqa emas. Bu ayn emas, bu hamza bu. A deymiz. Hop, keyin ba harfi fatha bo'ldi. Aba va ba'dan keyin bu yerda mana alif bor. Bu mad bu ikki harakat cho'ziladi. Ababil. Hop, ba keyingi ba esa kasra. Undan keyin mana harakatsiz ya. Bu ham mad bu. Buni ham cho'zamiz. Ababil cho'zib talaffuz qilinadi. Keyin oxirgi lam fathalik, buni vaqf qilamiz, ya'ni sukun bilan to'xtaymiz. Oyat tugadi chunki. Ababil sukun qilamiz demak. Hop, mana bu oyatni ham boshdan o'qiyman. Va arsala alayhim tayran ababil. Endi keyingi oyat, 4-oyat. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Mana bizda fathalik ta harfi ta. Undan keyin ro harfi sukunlik tarmihim. Ro ham yo'g'onroq o'qiladi. Keyin mim kasra bo'ldi va mimdan keyin ya harfi bor. Ya harakatsiz, bu mad bu. Kasralik harfdan keldi, demak harakatsiz ya, bu mad qilib cho'zamiz. Tarmihim ikki harakat cho'ziladi. Tarmihim. Hop, ha harfi kasra, undan keyin mim esa mana harakatsiz mim. Tarmihim. Hop, keyin mim sukunlik mana bu harakatsiz mimdan keyin bizga mana kasralik ba keldi. Bi. Endi buni tarmihim bi hijarati deb ushlab turiladi. G'unna qilib ushlab turamiz. Tarmihim. Chunki ba bilan mim harfini mahraji bir-biriga juda yaqin, bir joydan chiqadi. Shuning uchun buni mimni ba harfidan oldin kelgan, ya'ni ba harfidan oldin kelgan mimni demak ushlab turiladi g'unna qilib. Tarmihim bi deb shu tartibda ushlab turiladi. Keyin ba kasra bo'ldi, bi deymiz buni va undan keyin ha harfi, mana bu ha bu kasralik bi hi. Hop, keyin jim fathalik bi hija. Hop, undan keyin alif bor, bu mad bu. Buni cho'zamiz. Bi hijara. Hop, ro fatha bo'ldi. Bi hijara. Hop, keyin toy marbuta
ta ya'ni bu bihijaratin. Bihijaratin. Hop, endi mana bu tanvinda nunini undan keyingi kelgan mimga kirgizib g'unna qilamiz buni ham. Bihijaratin. Bihijaratin. Buni bihijaratin deb izhor qilinmaydi. Demak, tanvinda sukunlik nuni mimga aylanib ketadi va mim mana bu mimga g'unna qilib tashdid bilan ushlab turiladi. Bihijaratin min. Demak, shu tartibda. Ha, bu kasralik mim bo'ldi. Undan keyin mana harakatsiz nun. Harakatsiz nun. Sukun, ya'ni buni endi o'zidan keyin kelgan mana bu sindacha kirgizib ixvo qilamiz. Min sijjil, min, ya'ni izhor qilmaymiz. Min deb nunda o'zini aytmaymiz. Ya'ni o'zini mahrajidan chiqarilmaydi. Sinda ichiga yashiriladi. Sinda mahrajiga olib borilib o'sha yerdan chiqariladi. Min sijjil, min sijjil. Hop, keyin si bo'ldi, fatha kasralik bo'ldi. Undan keyin esa mana jim harfi tashdidlik va kasralik. Si tashdid va kasra. Sijjil. Hop, undan keyin mana ya harfi bor. Ya bu yerda harakatsiz, bu mad bu. Cho'zamiz buni ham. Sijjil. Hop, keyin lam harfi. Bu yerda oyat tugadi bu yerda. Buni lamni sukun bilan talaffuz qilamiz, chunki oyat tugadi, vaqf qilinadi. Sijjil. Sijjil. Mana bu jimdan keyingi yani cho'zib talaffuz qilamiz. Hop, bu oyatni yana o'qiyman ro'shdan. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Hop, endi keyingi oyat, 5-oyat, oxirgi oyat. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Hop. Fa. Mana bu yerda bizga fathalik fa harfi fa. Undan keyin jim harfi ham fatha. Mana bu fatha shu jim harfiniki. Faja. Faja. Keyin ayn harfi mana fathalik. Mana bu aynda ustidagi fatha aynniki demak. Faja'a. Faja'a. Hop, lam fathalik. Faja'ala. Faja'ala. Faja'alahum. Hum harfi mana hum deb buni ha harfini demak zamma bilan hum deymiz. Mim sukunlik. Faja'alahum. Faja'alahum. Hop, keyin fathalik kaf. Undan keyin fathalik ayn. Ka'a. Ka'a. Hop, keyin sukunlik sod harfi. Ka'asfi. Ka'asfin. Ka'as. Sodni sukunini bildiramiz. Keyin fa. Bu yerda kasralik tanvin bo'lyapti, tanvinlik bo'lyapti bu. Ka'asfin. Endi buni ka'asfin deb tanvinda nunini, sukunlik nunni mana bu mimda ichiga kirgizib, demak mimga aylantirib yuboramiz. G'unna qilamiz. Ka'asfin deb ushlab turiladi. Ka'asfin. Endi ka'asfin deb nunni izhor qilinmaydi. Ya'ni tanvinda nunini ochiq aytmaymiz. Buni mimga aylantirib, mana bu o'zidan keyingi mimga kirgizib, ozroq biroz ushlab turiladi ikki harakat. Ka'asfin. Hop, endi mana bu fathalik mimdan keyin bu yerda mana sukunlik hamza bor. Ma'kul. Ka'asfin ma'kul. Demak, mana bu hamzani sukun bilan talaffuz qiladi. Sukunlik bo'lganda ma'kul. Shuni ayn qilmaymiz. Ma'kul deb turib, aynga moyil qilib yoki ayn harfini chiqarganda keyin aynga aylantirib o'qilmaydi. Bu xato. Bu hamza. Hamza sukunlik bo'lganida ma'kul, ma deb shunday havo to'xtatiladi. Demak, sukun bilan talaffuz qilinadi. Ma'kul. Hop, keyin zamma, mana bu yerda zammalik kaf bu. Ku, ma'ku. Hop, undan keyin esa vav bor, mana harakatsiz vav. Demak, bu zamma harakatidan keyin kelgan harakatsiz vav bu mad bo'ladi. Cho'zamiz buni. Ma'kul. Hop, keyin oxiridagi mim buni sukun qilamiz. Chunki bu yerda oyat tugadi. Oyat tuganda vaqf qilamiz. Vaqf bo'lganda demak sukun bilan talaffuz qilinadi. Ma'kul. Ma'kul. Hop, mana bu oyatni yana bir boshdan o'qiymiz.
فجعلهم كعصف مأكول. Endi demak buni yana bir boshidan o'qiymiz. Oyat surani boshidan. Hop. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Mana alhamdulillah Fil surasini ham o'qishligini o'rganib oldik. Alloh taolo manfaatli qilsin, darslarimiz bardavom qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Allohu a'lam.